Assalamu alaykum, tordaki barlıq kitab anlıqçı dostlar. Biz Abdüşkür Muhammed yazğan Küreş Ölmeydi degan kitabni o'qishni davomlashtiryapmiz. Əmdiki o'qiydigan tema Aqsu Sənət Məktəbidəki kunlar. Aqsu Sənət Məktəb onun hayotidagi eng go'zal kunlar bo'lib qilishni o'zimi o'ylab baxmagan edi. U sənət hayotini o'ylasila Aqsu Sənət Məktəbini tilga olmay o'tmaydi. Bu xil tuyg'ular yolg'iz kurashdila emas, balki butun oila kishilarida bor edi. Aqsu Sənət Məktəb ularning oilasiga va singillariga umid bergan bir yer edi. Kurash o'lib ketgandan keyinmi oilasidagilar kurash haqida aslimalarga doim Aqsu Sənət Məktəbni zo'q-sho'q bilan tilga oladi. Kurash Aqsu Sənət Məktəbdə 1978 yilidan 1981 yilgacha 3 yil o'qidi. Gerçi kurash maktabning akkordeon kasbiga qabul qilingan bo'lsa-mu, lekin kurashning san'atga bo'lgan o'tdak ishtiyoqi, ko'p taraflamali qiziqishi uni boshqa bir yo'lga boshlab ketyotdi. U darsdan sirtqi vaqtlarda san'at nazariyasiga munosabatli keng doiralik material ko'rish uchun Xitoy tili o'rgandi. O'zining kichikidan qiziqadigan dotlar chilish texnikasini o'stirdi. Naqsha aytish, she'r yozishni mashq qildi. U odatdagi darslarda akkordeon kasbi bo'yicha tarbiyalanayotgan bo'lsa-mu, lekin maktab ichida dutor chilish, naqsha aytish va she'r yozish jihatda o'z talantini namoyon qilyotdi. U mezgillarda maktab ichida va Aqsu shahri ichida o'tkaziladigan har xil san'at faoliyatlari nihoyat ko'p bo'lib, kurash bu xil faoliyatlarda maktabga vakolatan sahnaga chiqadigan asosiy o'quvchilarning biri edi. Amaliyotda kurash san'at maktabini bitirmay turibla Aqsuda ko'zga ko'ringan talantli yoshlarning biri bo'lib tunilib bo'lingan edi. U mezgillarda jamiyatda bir turkum san'atkorlar bo'lsa-mu, ammo ko'pinchilari kasbiy jihatda mukammal ma'rif tarbiyasi ko'rmaganligi uchun san'atga bo'lgan haqiqiy tushunchalarimi yo'q edi. Gerçi ular soz chilib, naqsha aytolsa-mu, ammo tekstlarni tushunish, muzikaga kirish va hissiyotni ifodalashda nihoyat ko'p ojizliklar bor edi. Kurashning bu jihatdagi keng doiralik material ko'rib, nazariy saviyasini o'stirishi, nazariyani amaliyotga birlashtirib, sinoq ilib berishi natijasida naqsha aytishda o'ziga xos bir uslub yaratgan edi. Uning maktabda yaratgan ko'rinarli natijalari o'quvchilar orasida emas, balki o'qituvchilar orasida zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Shunga kurash o'qish bitirmay turibla, maktab rahbarligi uni maktabga o'qituvchilikqa ilib qilishni qaror qildi. Kurash 1981-yili maktab bitirib, haqiqatan Aqsu Sənət Məktəbə o'qituvchi bo'lib qilib qoldi. U tunji qitim tirishchanligining natijasini ko'ryotdi. Uning shodligiga oilasidagilarmi jo'r bo'lib, u xizmatga chiqqandan keyin uning sharoiti texim yaxshilandi. İmtiyozi teximi zo'raydi. U san'at maktabidagi o'quvchilarga dars bergandan sirt, Aqsu Darul Mualliminida san'at kasbida o'qiyotgan o'quvchilarga dars berdi. U o'quvchilarga bir tarafdan san'at jihatda dars bersa, yana bir tarafdan o'zining san'at, madaniyat va hayot haqidagi bilimlarini, ko'z qarashlarini va ideyasini tunishtirdi. Uning o'qituvchilik hayotida o'quvchilarga singdirgan har xil bilimlari, yuksak g'oyasi o'quvchilarning qalbida cho'nqur ta'sir qoldirgan bo'lib, uning dunyoning har qaysi joylaridagi o'quvchilari uni har doim hurmat va sevg'inish ichida yod etadi. Kurashning Aqsudagi ta'siri borgancha zo'rayib boradi. Uning tirishchanligi, mas'uliyatchanligi va qizg'inligini ko'rgan bir qism peshqadamlar uni allaqachon Aqsu ma'arif idorasida amal tutishga ko'rsatib bo'lgan edi. Biroq kurashning g'oyasi bu emas edi. U san'at sohasida bo'sib chiqishni, naqshida voyaga yetishni orzu qiladi. Shunga u 1984-yili Aqsu viloyatlik ma'rif boshqarmasiga muavin boshliq bo'lib tayinlanish taklifini rad qilib,
Ürümchiga ketish qaroriga keldi. Ürümchi Uyg'ur Abdum rayonining markazi bo'lganligi uchun Uyg'urlarga munosabatlik barliq adabiyot, san'at va adabiyotga munosabatlik o'rinlar, gazet, jurnallar, universitetlar va barliq atoqli adabiyot, san'at xodimlari mushu yerda edi. Kurash yana davomli o'rlab o'qishni, kasbiy jihatda pishib yetilishni orzu qiladi. Kurashning nazarida Ürümchi maqsadlarini amalga oshirishda palampay bo'la oladigan muhim shahar edi. Kurash 1985-yili Ürümchi shaharlik 5-boshlang'uchda san'at o'qituvchisi bo'lib yetkilib bordi. Tema G'unchilar mukofoti programmasi va yosh cho'lpon. Kurash Ürümchi shaharlik 5-o'rta maktabga yetkilib kelgan mezgillar Ürümchi Abdum rayonluq televiziyasi tarafidan G'unchilar mukofoti nomida o'smirlarga atalgan bir san'at programmasini boshlagan mezgil edi. Buningga har qaysi boshlang'ich maktabdagi san'at o'qituvchilari bir qism san'atga qiziqadigan o'quvchilarni yakka va kollektiv turlar bo'yicha san'at nomerlarini tayyorlatqizib, musobaqaga qatnashtiradi. Kurash tunji qitimda televiziya istansiyasining Uyg'ur bo'limida ovoz artisti bo'lib ishlaydigan Ojisi Arzugulning o'g'li İlyar Muttallibni yakka tur bo'yicha naqsha tayyorlatqizdi. Naqshining teksti va muzikasini o'zi yozdi va o'zi bir qo'lliq mashq qildirdi. İlyar musobaqada ajrashmanglar ota-onalar nomli naqshini o'qib, baholag'uvchilarni, tomoshabinlarni va televizor ko'rgüchlarni hayron qoldirdi. İlyarning naqsha aytishdagi talantidan sirt, naqshida ifodalangan turmush kartinasi va hissiyoti hammani hayron qoldirdi. İlyar G'unchilar mukofotida 1-darajalik o'rindash mukofotiga, Kurash 1-darajalik ijodiyat mukofotiga erishdi. Omad kelsa qo'sh kepti degandek, Kurashning Ürümchiga kelib tunji qitim musobaqaga qatnashtirgan naqsha ijodiyati uni bolalar naqsha ijodiyati sohasiga tuyuqsiz bosh ko'targan talaylik odamga İlyarni kichik naqsha cho'lponiga aylantirdi. Shuningdan keyin İlyarning nomimi, Kurashning ismimi hamma yerga tarqaldi. Uni ijodiyat uchun izlab keladigan har qaysi maktablarning san'at o'qituvchilarining oyog'i uzilmaydigan bo'ldi. Yana bir yili G'unchilar mukofoti o'smirlar programmasi uchun Ra'na Ro'zini tayyorladi. Bu qitim Ra'na Ro'zi musobaqada Chilikim nomli naqshini aytdi. Naqsha bolalarga xos ijod qilinganligi uchun kichik Ra'naning shu qiliqlari bilan jarangliq ovozi hammaning qarshi elishiga sazovar bo'ldi. Bu musobaqada Ra'na Ro'zi 1-darajalik o'rindash mukofotiga, Kurash 1-darajalik ijodiyat mukofotiga erishdi. Kurash bu mezgillarda g'ayrat qiling, g'ayrat. Mening aslinim, demidimmi? Mening anam, men Uyg'ur bolasi, tilimni anam bergan qatorliq bir turkum bolalar naqshlarini ijod qildi. Kurash ijod qilgan bu naqshlarning teksti va muzikasimi o'zgacha va yangicha bo'lganligi uchun hamma kishilarning qattiq qarshi elishiga erishgan edi. Uning ustiga bu mezgillarda bolalar naqsha ijodiyati bilan shug'ullanadiganlar yo'q deyarlik bo'lib, tekis yozadiganlar muzika ishlayolmaydigan, muzika ishlaydiganlar tekis yozolmaydigan bir xil holat mavjud edi. Kurash tekis yozish, muzika ishlash, hatto naqshisini o'zi aytishgacha hamma jarayonlarni o'zi qila olganligi uchun boshqalarga qaraganda ko'p afzallikka erishgan edi. Biroq Kurashning nishoni bu emas edi. U texmi yuqori o'rlab o'qib, san'at sohasida yangilik yaratishni, kelgusida san'atning yuqori pallasida nazariyaviy tadqiqot bilan shug'ullanishni orzu qiladi. Shunga u bir tarafdan ishlab, yana bir tarafdan ijodiyat bilan shug'ullanayotganda qilsimi, ammo bo'sh vaqtlarning ko'pinchisida yanala to'liq o'ttirning darsligini o'zligidan o'rganish bilan bandit edi. U homini oliy maktabga kirib o'qiyman deb o'ylaydi.
Degandek, u 1987-yili oliy maktab imtihoniga qatnashib, Şinjan universitetining tarix fakultetiga qabul qilindi. Lekin o'zining san'at sohasida o'qish niyati bo'lganligi uchun keyin san'at institutining yangidan ta'sis qilingan kompozitorlik kasbiga almashdi. San'at institutida yangidan ta'sis qilingan bu tunji qaror sinfda faqat Kurash, Baxtiyor, Ahad va Nurdan iborat 4 nafar o'quvchi bor edi. Bu yili maktabga Abdullah Abdurahim, Abdukerim Abliz, Yuksak Shijoat qatorliq bir turkum talantli bolalar qabul qilingan bo'lib, ular drama sinfida kurash bilan parallel o'qigan edi. Ba'zida ular bir qism darslarni birlashma sinfda birlikda o'qiydi. Kurash maktabga kirishdan ilgarila yosh naqshchi sifatida tunilishga boshlagan edi. U Urumchiga kelibla avtonom rayonlik madaniyat nazorati qarmog'ida qurilgan Uyun quyish shirkatining taklifi bilan bir qancha qitim Tangritog'ining shimol va janubini aylanib, uyun quyishga qatnashib, el orasida belgilik ta'sir qo'zg'agan edi. Uning Pul nomli naqshisi ana shu mezgillarda ijod qilingan munavvar naqshlarning biri bo'lib, jamiyatda keng olqishga erishgan edi. U maktabga kirgan yili uningga yana bir omad keldi. Shu yili kuzning oxirgi oyida ishdan sirtqi yosh naqshchilarning televizorda mahorat ko'rsatish naqsha musobaqasida Seg'indim, Tog' sulari qatorliq naqshlari orqali baholg'uvchilarning birdek e'tirof qilishiga erishib, birinchi darajalik mukofotga erishdi va shu chog'dagi eng dongliq marka hisoblangan Qor laylisi rangli televizori bilan mukofotlandi. Shuningdan keyin kurashning nomi Tangritog'ining janub-shimoliga taraldi. El orasida tunilgan naqsha cho'lpini bo'lib tunildi. Bu sharaf ayni chog'dagi sharoitdan elib aytganda Uyg'urlar orasidagi eng yuksak sharaf hisoblanadi. Tema o'qish bitirish marosimida o'rinlangan simfoniya. Kurashning san'at institutidagi hayoti nihoyatda dog'dug'liq va ma'nilik o'tdi. U kundan kunga o'zini ko'zlagan nishonga yaqinlab ketayotgandek his qiladi. U shavqinsiz, tinch hayotni yaxshi ko'rmaydi. U har doim biror ish qilishni, hayotiga yangidan-yangi ma'no berishni o'ylaydi. U 4 yillik o'qish hayotida o'zi tashna bo'lgan san'at bilimlariga ega bo'lgandan sirt, shaxsiy o'mak tashkillab, nohiya-munohiya oralab, uyun quyishning tunji ulgisini yaratdi. Kurashning dodillik bilan oshgan bu yo'li keyingi kunlarda boshqa san'atkorlar uchun pul topadigan, yo'l topadigan yangi karvon yo'liga aylandi. Shuningdan keyin bu yo'lda mengib boqmagan san'atkorlar oz bo'lsa kerak. U bu jarayonda bir qancha qitim ichkiri o'lkalarda o'tkazilgan mamlakatlik naqsha musobaqalariga qatnashib, 2 va 3 darajalik do'nqlarga va sharaf medallariga erishdi. Kurashning san'at maktabda eng qiziqqan temasi g'arb muzikachiligida shuhrati zo'r bo'lgan simfoniya ilmi edi. Gerçi Uyg'ur 12 muqomi ba'zi jihatlarda g'arbning simfoniyasiga o'xshab ketsa-mu, lekin ichki qurilma va muzikalik bayon jihatda yana ma'lum farqlar bor edi. Kurashning istiki o'qish bitirish dissertatsiyasiga cho'ng hajmlik bir simfoniya tayyorlash edi. Shunga u o'qish hayotining keyingi yillari ba'zi naqshlarni ijod qilgandan sirt ko'pincha vaqtlarini simfoniya nazariyasini tadqiq qilish va amaliyotda mashq qilish bilan o'tkazdi. 1991 yili 7-oyning 1-haftasi Kurashning o'qish bitirish muzika dissertatsiyasi bo'ladi. Buningga maktabdagi savodoshlari, o'qituvchilardan sirtdimi mehmonlar kelib qatnashsa bo'ladi. San'at institutining dissertatsiya uchun tayyorlangan ayrim zali mehmonlar bilan liq to'lgan edi. Oldingi qatorda Kurashning Angliyadan kelgan simfoniya o'qituvchisi va sinf mas'uli Sulaymon va boshqa baholg'uvchilar, o'qituvchilar o'ltiradi.
Küreş səhnədə dissertasiyasını başlaş üçün kütüb turatdı. Aldığa elektronluq real tayyor qilinib qo'yilgan edi. Vaqt to'shqanda sinif mas'uli Sulayman başlash ishorati berdi. Küreş qo'liga mikrofonni elib so'zini boshladi. Hürmetlik ustozlar, qadrlik mehmonlar, men Küreş Kösen. San'at instituti muzika ijodiyat kasbining 1987 yillik tunji qaror o'quvchisi bo'laman. Hozir sizlarga o'zim ijod qilgan Kösen simfoniyasi nomidagi cho'ng hajmlik muzika asrini o'rindab bermoqchi. Hammanglarning yaxshi ko'rishini umid qilaman. Küreş sözünü tügütüp, tamaşbınlarga çoğunqur egilip tazım qılğandan keyin Kösen simfoniyasını çilishqa başladı. Yaxshi muzikning sehri boshqacha. Havoning shuncha issiq bo'lishiga qaramay, hamma odam shunchalik diqqat bilan jim o'ltirib simfoniya anglamoqda edi. Muzikaning larzon muhi Gah adamni təklamakan çöllikining sirli qo'yniga boshlab kirsa, gah Kösen bo'stonligining qadimiy madaniyat qaynimiga ilib kiradi. Küreşning elektronlik realning tillariga tegayotgan barmoqlaridan gullangan bir madaniyatning parlaq manzarasini ko'rgili bo'ladi. Bir madaniyatning, bir davrning simvoli bo'lgan Kösen bugun muzika tili bilan qayta bayon qilinayotdi. Simfoniya oxirlashgan hamon zal olqish sadolariga to'ldi. Bahalığıcı o'qituvchilarning chiroylarida mamnuniyat nurlari jilva qiladi. Bo'libmi, Angliyalik yetakchi o'qituvchisi Küreşning muzika talantidan, simfoniyani o'rinda san'atidan to'liq rozi bo'lgan edi. U Küreş haqida qilgan baho so'zida: "Men bugun bir Uyg'ur tarafidan yozilgan tunji simfoniyani angladim. Hem uning yetakchiligini qildim. Bugun bu hayajonli minutlar meni cheksiz iftixorlantirdi. 1000 yil ilgari Kösen diyorida parlagan Kösen muzikasi 1000 yil keyin Kösenlik yigit tarafidan qayta namoyon bo'ldi. Bu hammamizning sharafidir" degan edi. Küreş maktabni a'lo natija bilan bitirdi. Ammo kelgusi taqsimotining qandoq bo'lishi texi ma'lum emas edi. Cho'jinik usta sana degandek, Ma'arif nazorati o'quvchilar ishxonasidan xabarmi kuzda chiqatdi. Shunda qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz bu yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik, xayr xo'sh, Allohga omonat.